O'rtoqlar, bu darvozamiz ham endi pult orqali ochiladi. Mashinadan tushib, ortcha harakatlarga hojat yo'q. Bitta mana shu pult orqali darvozamizni ochib yopishimiz mumkin bo'ladi. Avtomatikamizni qulaylik va xavfsizlik tomonlarini birma-bir ko'rsatib o'taman. Shovqinsiz ishlash. Xavfsizlik tizimi yuqori darajada. Arzimagan kuchga darvozamiz harakat to'xtatadi. Bu funksiya ochilishga ham, yopilishga ham bir xil ishlaydi. Elektritstvo bo'lmagan payt maxsus kalt orqali avtomatikalarimizni bemalol ochib yopishimiz mumkin bo'ladi. Bemalol ochilib, bemalol yopiladi. Darvozamiz ochilayotgan holatda ko'pchiligiga qiziq, so'kilga tegmaydimi deyshadi. Avtomatikaning o'zini to'xtash hududi bor. Mana, to'xtaydi. So'killarga umuman tegib zarar yetkazmaydi. Sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli, kafolatli italyanskiy avtomatikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamini qoldiramiz. Telefon qilsanglar borib, sizlarning ham xonadoninglarning darvozasiga xuddi shunaqa Nice kompaniyasining avtomatikalardan o'rnatib beramiz. Men avtomatika kompaniyasi har doim mijozlar uchun eng zo'r va eng sifatli mahsulotlarni tavsiya qiladi. Hammalarga rahmat.